Musulmonlar o'z yurtlarini bilmas bo'lib ketdi. Muqaddas Makka shahri har yili yuz ming'an hojilarga quchoq ochadi. Xilma-xil irq va millatlardan musulmonlar Ka'baning atrofiga to'planadi. Afrikadan kelgan qora tanliklar, Yevropa va Amerikadan kelgan oq tanliklar, Osiyo tog'larini ishib kelgan seriq tanlik musulmonlar, arablar, farislar, turklar, pokistonliklar, afg'onlar top-top bo'lib kelishib Ka'baning atrofida takbir va tahlil sadolarini yangrtadi. Hammasi ushbu muqaddas uyning atrofida tavof qilib, Safa bilan Marva orasida sa'yi qilib Hazrati Ibrohimning maqomida namoz o'qiydi. Zamzam suyidan bir qancha yutum ichib olish uchun bajoyiki bir-birlari bilan beslashadi. O'xshamagan taraf turli yo'llardan kelib, bu muqaddas kesishish nuqtasida jam bo'lgan bu mo'minlar o'zlariga xos rang va tillarni namoyon qilishadi. Ammo bir narsa hammaga o'rtaq ekanligini o'ylashandir. Allohga va Rasuliga va kitobiga bo'lgan chin iymon. Peshin namozni o'qib bo'lgandan keyin Makka mukarramda turayotgan uyimga qarab mangdim. Arqa yo'llardan, tar ko'chalardan aylanib menotdim. Bu arqa ko'chalarda tasvirlar, jaynamozlar, har xil bezalgan bosh kiyimlar va duo kitoblari qatorliq narsalar sotilibdi. Do'konlardan birisi kirib o'tirdim. Do'konlarning chiroyi turqi rengroyidan 70lardan oshganligi va o'ziga xos talaffuzidan uning arab emasligini taxmin qilg'ili bo'libdi. Bir tarafdan chiroyli tasvirlarni ko'rgach, "Nereden bo'lasiz?" deb so'radim. Qayg'uga o'xshab ketadigan bir ifoda bilan lappada birni qarab qo'yib, Allohning kang yurtlarining biridan dedi. Tushundim, ammo qaysi davlatdan deysizkin? Yoshga to'lgan ko'zlar bilan yana bir qitim qaradi. Titarangi bir o'sinish bilan qo'shib, Turkiston dedi. Azroq o'ylanib olgandan keyin qayta so'radim. Turkiston degan Turkiyaga qaramdi. Meyusana kulimsirab turib, musulmonlar o'z yurtlarini bilmas bo'lib ketdi, dedi va nima ish qilasiz? deb so'radi. Misrda doktorman. Demak, shon shavkatlik Al-Azhar joylashgan davlat yashaysiz va Turkistonning neligini bilmaysiz deyli. Imom Buxoriy, Ibn Sina, Farabi va Biruniyni bilmay qolmaysiz aqcha. Albatta bilaman. Ana shular mening yurtimdan. Ondan keyin Mustafa Murat Hazrat ismli bu müsbit kishi menga Turkiston va Turkistonning beshidan o'tgan ko'tbatlar haqida so'zlab berishga boshladi. Turkiston shimolga joylashgan bir davlat bo'lib, mustamlikchilar bu go'zal yurtni Sharqiy Turkiston va G'arbiy Turkiston deb ikkiga bo'ldi. Ruslar G'arbiy Turkistonni ishg'ol qilib, Sovet ittifoqiga qo'shib oldi. Sharqiy Turkistonni bo'lsa Xitoylar bosilib o'z chegaralariga qo'shib oldi va yangi chegara ma'nosida Xinjiang deb ism qo'yib oldi. Ya'ni bütün Türkiston sotsializmning ikki temir panjasi ostida yezilishga boshladi. Shunday qilib, Allohning nomi zikr qilinadigan sharafli tarix va ko'z qamashtiruvchi madaniyatlar yaratgan ulug' bir qadim islom diyorini nobud qilishdi. Turkiston ikkinchi Andalus bo'lib qoldi. Musulmonlarning nihoyat ibratli bir xatosi o'z tarixlaridan cho'rtli degidek bexabarligi va dunyoning har qaysi joylarida yashaydigan mo'minlar haqida asosan bir narsa bilmasligidir. Ya'ni musulmonlar bir-birlari bilan aloqasi yo'qdek yashaydi. Oppoq soqollari titrashga boshlagan edi. Shunday bo'lsa-mu, gapini davom qildi. Menga yaqinroq kelib, "Choy ichimsiz?" deb so'radi. "Ichay, lekin hayot hikoyangizni boshdan anglag'im bor", dedim. Nevrisi bo'lsa kerak, bir bolaning qo'lidan bir piyola choyni ilib, ichgach gapini davom qildi. Hayat hikoyam qayg'u-hasrat, dard-alam va iztiroblardan to'lgan. Har yili bu muqaddas tuproqqa ming'lagan kishi kelib, haj farzini ado qilib, yana bir necha kundan keyin kelgan yo'llar bilan qaytishadi. Haj degan musulmonlar qandoq kelgan bo'lsa, shundoq ketishlar uchun faraz qilinib ekanmi? Men undoq qaramayman. Bu muqaddas diyorning ziyoratchilariga o'rg'oq va bo'lqasida ezilib, ingiravotgan bechora musulmonlarning hikoyasini anglatmaymanmi? Deganingizdek bo'lsin. Oqshomliq ko'rishaylik. Men bir necha kitob ekilay va sizga uzun hikoyamni so'zlab beray. Men bu yer turg'anim bilan yeshil yurtimning muqaddasligi tangirtoq ko'z oldimdan ketmaydi. Sizga Pokiston bilan Turkiston orasidagi Pamir tog'lari, Chumbel romanlari yirtib tashlangan ayollar, zamonaviy maktablarda dinsizlik bilan tarbiyalanib, manqurtlashtirilgan bolalar, batil va yolg'onlar orqali dini va tarixi unutildirilgan yoshlar, chaylangan munbar va qubbalar, Sibiryaga sürgün qilinib, kishining aqli ko'tarmaydigan qiyin qistoqlarga duchor bo'lgan kishilar haqida so'zlab berishga kirishiman. Men bir sharqiy turkistonlik.
Әмісә, hikoyamga boshdan quloq soling.